Ko'rib turganinglardek baraban chiqdi. Shu baraban bitta bonus olish bosadigan bo'lsak, o'sha mana bizga 1058 so'm berdi va yana bir marta esa bonusni olishni bosadigan bo'lsam, mana yana o'sha 1011 so'm berdi. Xuddi shu tariqa barabanni bosilaveradi, bonusni olishni bosilaveradi va yana beriladi hisobda. 120 ming so'm o'sha hisobda pul bor. Yana bir marta yozadigan bo'lsam, mana yana bir marta beradi. O'sha 121 ming so'm bo'ldi. Xuddi shu tariqa yechib olsak bo'ladi plastik kartaga. Xo'p, mana ko'rib turganinglarda o'zimni 0 akkauntga kirdim. Bu joyda startni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bizga Telegram bu kanalimizga qo'shil deydi. Qo'shilish knopkasini bosamiz va подать заявку knopkasini bosib qo'yamiz va u joyga zaявка ketadi. Ketgandan keyin orqaga qaytamizda robot emasligimizni isbotlashni ustiga bosamiz va bu joyda mana join groupni bostirib запустить bosiladi. Bosilgandan keyin mana bizga aytayapti, bu joyda to'g'ri emojini ko'rsating deyapti. Bu joyda to'g'ri emoji hozir qalam tanlaymiz va подтвердитni bosamiz va закрыть qilamiz. Bo'ldi. Endi pastga tushib obuna tekshirishni bosamiz va ko'rishingiz mumkin biz akkauntimiz ochildi. Endi bu joyda mana o'zi bo'limlar bor: xarid qilish, foyda olish, mening hisobim, o'yinlar, referal, topshiriq va qo'llab-quvvatlash. Baraban bo'limlari bor. Baraban bo'limidan 1000 so'mdan har doim pul olib tursa bo'ladi. U ham juda ham zo'r. Xo'p, xarid qilishni knopkani bosamiz. Bosganimizdan keyin bu joyda ko'rishingiz mumkin tarifnomamiz bu kuniga 1 ekotanga beradi va 1 ekotangiz 524 so'm. Ushbu darajani olishni bosamiz va biz kuniga 524 so'm sarmoyasiz pul ishlab borishimiz mumkin. Bu juda ham zo'r degani. Xo'p, biz уже mana sotib oldik. Endi buni foydasini 524 so'm qanaqa qilib olamiz degan uchun foyda olish knopkasini bosamiz va biz ekocoin olishni bosamiz. Va bu joyda tangani qazib olishni bosamiz. Va ko'rishingiz mumkin уже bizga bitta tanga berildi. Endi bu joyda almashtirishni knopkani bosib, ana shu tangani o'zbek so'miga aylantirib olsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Nechta tangiz bor deydi? Bitta dedim va ana shu bitta tanga уже o'zgardi 524 so'mga. Endi men ertaga ham xuddi shuna qilib, indinga ham har kuni xuddi shuna qilib pul olsam bo'ladi. Tasdiqlashni bosaman va ko'rishingiz mumkin hisobimiz 524 so'mga o'zgardi. Xo'p, undan tashqari biz qanaqa pul ishlab olishimiz mumkin? Mana shu daromad oshirishimiz mumkin, ya'ni xohlasak sarmoya kiritsak ham bo'ladi. Xarid qilishdan knopkani bosamiz. Ko'rishingiz mumkin bu joyda yana darajani oshirishdan knopka turibdi. Shuni bosadigan bo'lsak, keyingi tarif bronza bu kuniga 10 ekotangani 5240 so'mdan beradi va buning narxi 100 ming so'm. 100 ming so'm sotib olasiz va 5200 so'mdan pul olib borasiz. Xohlasangiz ushbu har darajani xarid qilishingiz mumkin. Darajani oshirish bosadigan bo'lsak, yana kumush bor. Endi kumush ko'rishimiz uchun biz avval bronzani olishimiz kerak. Xuddi shunaqa birdaniga 1 million kumush sarmoya kirita olmaysiz. Bu juda ham yaxshi. Birinchi 100 ming so'mdan boshlanadi. Agar xohlasangiz, keyin yana 200 ming, 300 ming ko'paytirsangiz bo'laveradi. Sarmoyasiz pul ishlashning yana bitta zo'r yo'li bor. Bu ham topshiriq bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, topshiriq emas, referal bo'limiga o'tadigan bo'lsanglar, mana ko'rishingiz mumkin, siz bitta do'st taklif qiladigan bo'lsangiz, ya'ni u do'stingiz sarmoya kiritadigan bo'lsa agar, sizga bonus hisobingizga 30 ming so'm va asosiy hisobingizga 20 ming so'm beradi va ikkalasini ham yechib olsangiz bo'ladi. Bonus hisobingizda endi qanaqadir kontora bor, shunga yechib olsangiz bo'ladi. Asosiy hisobingizda ham plastik kartangizga yechib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari topshiriq bo'limiga o'tadigan bo'lsak, topshiriq bo'limida mana omadli baraban bor. Bu baraban mana aytyapti, bitta do'stingiz taklif qiladigan bo'lsangiz, bitta imkoniyat beriladi. 100 ta taklif qilsangiz 100 ta. Bu sarmoya kiritish shart emas, shunchaki botga qo'shilsa bo'ldi. Har bittangizga bitta baraban aylantirishingizga kamida 1000 so'mdan pul beradi. Bu juda ham zo'r degani. U degani 100 ta do'st taklif qilsangiz, ular sarmoya kiritish shart emas, siz shunchaki 100 ming so'm pul olishingiz mumkin. Va pullarni yechib olsangiz bo'ladi, hech qanaqa sarmoya talab qilmaydi. Xohlagan vaqtingiz plastik kartangizga yechib olsangiz bo'ladi. Hozir men nariga o'zim global akkauntimga kirib, sizlarga ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Ko'rib turganlaringiz mana o'zim global akkauntimga o'tib oldim. Bu joyda mana foyda olish emas, bu joyda topshiriq bo'limiga o'tadigan bo'lsam, omadli baraban turibdi, bir marta bosaman va mana bonus olishni bir marta bosaman va mana 970 so'm berdi. 1000 so'm atrofida pul beradi. 950 so'm, 1000 so'm, 1100 so'm, xullas bir-birini yechib baribir 1000 so'mga qadaladi. Yana bir marta bosaman va mana chiqdi yana xuddi shunaqa. Hisobim jami hisobda 123.893 so'm bo'ldi. Yana bosaman, yana olaman. Xuddi shu tariqa mana qayta bosaveraman. Menda hozir nechta do'st taklif qilganman, ya'ni jami nechta baraban aylantirsam bo'ladi bilmayman. Menda juda ham ko'p. Chunki bu mening ikkinchi asosiy kanalim hisoblanadi. Ko'rib turganlar to'xtatmasdan 1000 so'mdan уже pul olib boraveryapman. Bu juda ham zo'r degan. Xo'p, bu pullar qanaqa yechib olsak bo'ladi? Bundan tashqari xarid uchun bonuslar ham bor. Buni ham ko'rsatib o'tay. Bu joyda mana bronza tarifini xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga 100 ming so'm pul beradi. Bu bonus hisobingizga. Orqaga qaytamiz. Referal bo'limlari bor. O'yinlar bo'limi bor. O'yinlar bo'limiga o'tirgan bo'lsak, bu mana Betwinner degan kontoraga kirib o'sha kiradigan bo'lsangiz, ya'ni o'sha makonga promoga kiradigan bo'lsangiz, qanaqadir bonuslar beradi. Men to'g'risi shaxsan o'zim ham bir marta sinab ko'rdim, rostdan ham berar ekan. O'sha bonus hisobim 190 ming pul yechib olganman. Xohlasangiz buni ham shart ko'rsangiz bo'ladi. Albatta uni uchun do'st taklif qilib bonus hisobingizni ko'paytirishingiz kerak. Lekin sizga eng o'sha ma'qul hammamiz ishlatadigan yo'limiz bu o'sha sizga ko'rsatgan mana shu xarid qilish bo'limi va referal bo'limi orqali siz daromad olib borsangiz bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Bu pulni qanaqa yechib olamiz? Mening hisobimni bosamiz va birinchi o'ringa karta kiritib olishingiz kerak. Kiritganimizdan keyin mana ko'rishingiz mumkin, aytyapti, siz xohlasangiz Uzcard, xohlasangiz Huma, xohlasangiz Betwinner kiriting, farqi yo'q. Bu joyga yozasiz 9860 o'sha plastik kartangiz raqamini va jo'natasiz.
Menda o'zim plastik kartani kiritib qo'yganman va u plastik kartaga pul yechib olsam bo'laveradi. Bu joyda men bekor qilishni bosaman, mening hisobimni bosaman va pul chiqarishdan knopkani bosaman. Bosganimdan keyin mana asosiy hisobdan, bonus hisobdan va chipta xarid qilish degan bor. Asosiy hisobdan bu o'sha men yechib olsam bo'ladigan plastik kartaga, bonus hisob bu. Bonus hisobdagi pullar faqat Bitwinerga yechib olsangiz bo'ladi. Men bir marta yechib olganman, rostdan tushirib berishadi. Faqat minimal 190 ming. Chipta xarid qilish bo'lsa, bu lotereyaga chiptalar xarid qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mana 20 ta chipta 25 ming so'm tashkil qiladi. Men hozir pullarni yechib olaman. Mening hisobimni bosamiz. Pul chiqarish asosiy hisobdan va mana 130 ming so'm yozamiz. Va ko'rib turganingiz plastik kartam chiqdi. Mana shu plastik kartaga yechasam deyapti. Ha, mana shunga yechaman. Tasdiqlashni bosaman. Ko'rishingiz mumkin hisobimni pullar yechib olindi. Endi qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmati bor. Bu joyda muammo bo'lsa shu yozasiz. Endi siz sarmoya kiritmoqchi bo'lishingiz mumkin. Agar siz bronza tariflarni xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mening hisobimni bosasiz va hisobni to'ldirishga bosasiz. Va bu joyda mana 100 ming so'm, 400 ming so'm, 1900 kirishingiz mumkin. 100 ming so'mni bosasiz. Bosganingizdan keyin mana sizga plastik karta beradi. Mana shuni ko'pga qilib pullarni o'tkazasiz va to'lovni amalga oshiring degan knopkani bosasiz. Bosganingizdan keyin mana aytayapti, bank karta raqamingiz oxirgi 4 ta raqamini kiriting deyapti. Ya'ni qaysi plastik kartani o'tkazgan bo'lsangiz, oxiri 4 ta raqamni shuning uchun kiritasiz. Misol uchun 6633. Va ko'rishingiz mumkin, to'lov kvitantsiyasini jo'nating deyapti. Chekini jo'natib qo'yasiz va sizdan hech qanaqa muammosiz holatda hisobingizga pullarni tushirib beradi. Siz bemalol tarifni xarid qilishingiz mumkin va kundalik daromadini yechib borsiz bo'laveradi. Men hammasi tushunarli bo'ldigan bittaman. Bu botning silkasini men Telegram kanalimda kommentariyada va opsiyani qoldirib qo'yaman. Bemalol o'tib, pul ishlashni boshlashingiz mumkin. Xolisiy sarmoyali, har xolisiy sarmoyasiz.